Ustiga mana shu gradusga qo'yib, paykani eritishini 30 ga, 30 sekundga ushlab turishni 20 sekundga qo'yib yopishtirsalaring, вообще zo'r, ishlaring kачественный bo'ladi. Buni ko'tarishni hamma bilsa kerak. Bilmaganlar yon atrofdan so'rab, akachilardan so'rasa biladi. Hozir o'ng tarafiga bo'lamiz. Chap tarafiga. Mana endi eritish jarayoni 30 sekund cho'tka qilib ushlab tursa, o'sha 6-7 millimetr eritadi, ko'p eritmaydi. Endi o'zlaringiz hisoblayni olib, chapcha qo'shib kesaverasizlar. Mana ustiga o'tiban bo'ldi. Bog'lasa yaxshi. Hozir buni bir shilib ko'ramiz. Ustiga вообще bomba. Klientlar pretenziya qilsa, basharasiga rom bilan solaverasizlar yoki eshik bilan. Mana. Вообще bomba. Bunaqa kraska solingan markerlar shart emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.